Hasanboydaman. Hasanboy betonkadan 200 metr kirganda ko'rsanglar bo'ladi. Kottejdan chiroyliligini qaranglar. Uglovoydagi, Tarsovoydagi kottejimiz sotuvda o'rtoqlar. Srochniga sotiladi. Oldiga 4 ta 5 ta mashina qo'ysa bo'ladi. Bemalol, mana yo'g'i 2 ta, bu yo'g'i bitta va bu yo'g'i ichkariga olib kirib qo'ysa ham bo'ladi va elektromobilga joy tashab ketilgan zaryadkasi uchun. Men sizlarga hozir ichkarini ko'rsatib chiqaman. O'g'lar mana kirib oldik. Kirganimizda joy bor, ko'rsanglar bo'ladi bemalol. O'tgan bitta mashina bemalol sig'adi. Oshxonamiz ko'chaga olib chiqib qo'yilgan o'rtoqlar. Ko'rsanglar bo'ladi, lekin ichkaridan kiriladi. Noodatiy yondashuv. Bismillah, mana hovlimizga kirishimiz bilan atmosferani qaranglar, juda chiroyli. O'ng qo'lda bizda birinchi xonamiz. Mehmonxona bor. TV zonalariga ega o'zini va bu yerdan oshxonaga o'tib ketiladi mana. Oshxona ham hamma mebel texnikalari qoladi. Ko'rsanglar bo'ladi o'rtoqlar. Va bizda keyingi xonamiz chiroyli remont qilib qo'yilgan. Bizda birinchi qavat uchun umumiy sanuzel o'rtoqlar. Ko'rsanglar bo'ladi va bizda zal. Juda chiroyli bezatib qo'yilgan, mebellari ham qoladi o'rtoqlar, ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, ikkinchi qavatda bizda ikkita detskiy, bitta master spalnimiz bor, o'zining ichida hammollar bilan va umumiy sanuzel joylashgan. Uyimizning umumiy narxini 120 ming dollar pul so'rashyapti. Yana sunnati ko'p narsa o'tib beriladi. 1-2 sotuq, 5 ta xona plus mebel texnikalari bilan shunday kirib yashashga tayyor o'rtoqlar. Shoshib qolinglar, bunaqa variant kamdan kam bo'ladi.